Jigar deyarli hech kim gapirmaydigan a'zo. Lekin u sizni hayotingizda har bir soniyasida tik turib beradi. U qovurg'alaringiz ostida jim turadi, ammo yuragingizdan ham, o'pkangizdan ham, hatto miyangizdan ham ko'proq ishlaydi. Va u hech qachon dam olmaydi. Tanangizdagi har bir tomchi qon yana va yana jigardan o'tadi. Zaharlar, alkogol, kimyoviy moddalar, chiqindilar, jigaringiz ularning barchasini sizga zarar yetkazishdan oldin filtrlab beradi. Ta'sirlimi? Albatta. Lekin ko'pchilik bilmaydigan qismi bor. Jigar bir vaqtning o'zida 500 dan ortiq vazifani bajaradi. U yegan ovqatlaringizdan foydali moddalarni ajratadi. Charchagan paytingiz uchun energiya saqlaydi. Gormonlar ishlab chiqaradi. Qoningiz muvozanatini ushlab turadi. Har bir soniyada betartiblikni hayotga aylantiradi. Eng qizig'ichi, jigar o'zini qayta tiklay oladigan yagona a'zodir. Uni yarimiga kesishsa ham, u yana o'sib chiqadi. Chandiqsiz, shikastlarsiz, go'yo qayta tug'ilgandek. Hech qanday metal, hech qanday texnika, inson yaratgan hech narsa jigar kabi o'zini tiklay olmaydi. Stress bo'lsa jigaringiz qoningiz tarkibini o'zgartiradi. Ovqat yemagan bo'lsangiz, siz yiqilib qolmasligingiz uchun zaxiradagi shakarni chiqaradi. Uni haddan ortiq yuklasangiz ham, boshqa a'zolar taslim bo'lgandan keyin ham u siz uchun kurashishda davom etadi. Shuning uchun ham jigar sizni tirik saqlaydi. Lekin u faqat shuni emas. U siz tanlovlaringizdan, odatlaringizdan, atrof muhitingizdan va tanangizga kirayotgan dunyodan himoya qiladi. Ehtimol haqiqiy savol jigar nima qiladi emasdir, balki savol u sizni tirik saqlash uchun qancha narsaga chidab kelmoqda.